Endi sizda masalan ishga olish jarayonida shunaqa bo'lishi mumkinki, masalan bizda bu asosan operatorlar olayotganda ishga yoki bo'lmasam qanaqadir ko'p sonda sotuv menejerlari olayotganimizda juda ko'p odam yozadi. Masalan bitta vakansiyaga aytaylik, masalan 3,5 million so'm oylikli vakansiya bo'lishi mumkin yoki 5 million so'm oylikli vakansiya bo'lishi mumkin. 100 ta odam yozishi mumkin. Va bu 100 ta odamdan biza tez bizga kerakligini saralab olishimiz kerak. Chunki agar hammasini o'qib, hammasini ofisga chaqirib intervyu qilsak, bizning juda ko'p vaqtimiz ketadi. Odatda bitta intervyuga 1 soat vaqt yo'qotadi. Masalan, rekruter yoki HR manager. Nimaga? Chunki u odam masalan kelayotganda telefon qiladi, men kelyapman deydi. Unga manzil yuborish kerak, u bilan uchrashish kerak, kutib olish kerak, intervyu qilish kerak. Intervyu kamida yarim soat davom etadi va uni kuzatib qo'yish kerak. Shu hamma ishga 1 soat ketadi. Agar odam kunda rekruterimiz, ya'ni ishga qabul qiluvchi menejerimiz kuniga 8 soat ishlasa, bu degani 8 ta kandidat bilan intervyu qila oladi. Shuning uchun qanaqadir vakansiyalarga 100 ta odam topshirsa, bularni siz tez intervyu qilishga o'rganishingiz kerak. Ayrim pozitsiyalarda masalan saralab olishga bu bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi degan ma'noda, masalan, aytaylik sotuv menejerlarini. Sotuv menejerlarini intervyu qilishi eng oson yo'li bu ularning rezyumesini ko'rib chiqib, 100 ta masalan odamdan to'g'ri keladigan sizga ro'yxat qilasiz. Masalan, to'g'ri keladigan ro'yxatda 30 ta odam tushdi. 30 ta odamni birinchi qiladigan narsangiz ularni ovora qilmasdan, o'zingiz ham ovora qilmasdan qisqa 5 yo 10 minutlik telefonli intervyu yoki Zoom intervyu qilishingiz mumkin. Avval ko'pchilik telefonda intervyu qilardi, hozir Zoom paydo bo'lishi bilan, ko'pchilikda internet paydo bo'lishi bilan Zoom intervyu qilasiz. Yana telefon yoki Zoom intervyuni plus tarafi nimada? Siz ularni telefonda qanaqa gaplashishini, qanaqa javob berishini yoki bo'lmasam qisqa muddatda qanchalik tez javob berishini kuzatasiz. Va masalan sotuv menejeri haqida gaplashsa, u telefonda ertaga narsa sotish kerak yoki uchrashuv belgilash kerak. Shunda telefonda agar u sizga yoqsa, ya'ni hozir javob bo'lsa, to'g'ri savollaringizga javob bera olsa, keyingi ishingiz siz uni uchrashib offline intervyuga chaqirasiz. Ya'ni offline deganim birga bir o'tirib intervyu qilishga chaqirasiz. Shunda 100 tadan 30 tasi o'tadi, 30 tadan telefonda siz 4 ta 5 ta odamni saralab olishingiz mumkin va 4 ta 5 ta odam bilan siz vaqtingizni ajratib intervyu qilib to'g'ri keladigan kandidatni tanlaysiz. Shuning uchun mana shu texnologiyalardan juda foydalanish kerak va hozir masalan Telegramda ham intervyu qilishadi. Masalan, bizning kompaniyalarimizda HR menejerlarimiz telefonda yoki bo'lmasam ayrimlar Telegramda ham intervyu qilishadi. Telegramda ovoz bilan savollar yuborishadi. Iltimos shu savollarga javob bering deyshadi. U savollarni keyin bo'sh vaqtda eshitishadi. Ayrimlarda masalan to'g'ri yozish talab qilsa, tekstda yuboriladi va tekstda javoblar olinadi. Va shu tekstlarni o'qish orqali bu to'g'ri yozadi. Masalan, SMM manager bilan yoki bo'lmasam content manager bilan gaplashayotganda juda muhim masalan ularni to'g'ri tekst yozishi va shuning uchun ular bilan tekst intervyu qilsa bo'ladi Telegramda. Ya'ni tekst yuborasiz savollarni va u tekstga javob berish kerak. Ayrimlar bilan ovozda qilasiz. Ayrimlar bilan masalan qo'ng'iroq qilib qilasiz. Ya'ni qo'ng'iroq qilganingizda, savol berganingizda qanchalik tez javob beradi, qanchalik tutilib gapiradi, shularni hammasini intervyu qilishdan oldin siz offline intervyu qilishdan oldin bilib olasiz. Endi bizda hozir shunaqangi bir kelayotgan avlodlarda shunaqangi bu kompaniya rahbarlari va xodimlarning orasida konfliktlar paydo bo'ladi. Bu konfliktlarning bir qismi nimaga paydo bo'ladi? Chunki bizda hozir kompaniyalarda, turli xil kompaniyalarda, masalan, kompaniya 20 yildan beri ishlayotgan kompaniyalar bor. U kompaniyalarga yangi avlod ishchilar kelyapti. Va uni rahbari masalan, o'zi masalan 40-50 yoshda bo'lsa, yangi kelayotgan 20 yoshli yangi kadrlarni tushunmayapti. Chunki milleniallar bor, avlodlar. X avlod bor, Y avlod bor, Z avlod bor va oxirgi hozirgi mana 18 yoshga to'lganlar, bular alfa avlod. Bular 2000-yildan keyin tug'ilgan avlod hozir ishga kelyapti. Bu X avlod, Y avlod, Z avlodlar kimlarki? Bular masalan X avlod bu bir
80-yilgacha bo'lgan tug'ilganlar. Mana shu yerda o'zingiz internetda to'liq o'qib olasizlar. Men qayerdadir raqamlarda yanglishishim mumkin. Masalan, 84 men 84-yilda tug'ilganman. Men Y avlodga kiraman masalan. Y avlod masalan 90-yillarda tugaydi. Keyin undan keyin Z avlodi kelgan. Keyin 2000-yilgacha 90-yillardan keyingi avlod bu 2000dan keyin milleniallar yoki alfa avlod, ya'ni alfadan keyin beta avlod. Va bu avlodlar nimasi bilan farq qiladi? Buni ham juda yaxshi tushunishingiz kerak. Masalan, qancha avlod oldingi bo'lsa, ular ko'proq sabrliroq bo'lgan yoki bo'lmasam ular ishlash etikasi boshqacha bo'lgan. Yoki bo'lmasam yangi avlod masalan kelib tez natijani xohlaydi. Masalan, aytaylik 20 yoshdan yoshlar ko'proq bir narsa qilsa-da tez natija olsa. Chunki ular ko'p o'yin o'ynayapti yoki bo'lmasam hozir internet davrida yashayapti va natijani tez olishga o'rgangan. Eskiroq avlodda qarasangiz, biror bir natijani qidirsa, ular internet bo'lmagan masalan shu vaqtda yoki bo'lmasam internetga kirib, qidirib yoki bo'lmasam kitoblar o'qib, kitoblardan ma'lumot qidirishni o'rganadi. Yoki bo'lmasam yangi avlodda shunaqangi bir o'zgarishlar borki, ular aniq bir ish vaqtlarini bo'lishini xohlamaydi. Ular erkin kiyinishni xohlashyapti masalan. Yoki bo'lmasam ishda qanaqadir bir qog'ozbozliklarni yoqtirishmaydi. Ular qo'l yoki bo'lmasam ayrim yangi avlod odamlari ruchka bilan yaxshi ham yoza olmaydi. Ularga kompyuterda yozish yoki telefonda yozish oson. Ular har bir narsaga app yoki bot bo'lishini xohlashadi va ular tezroq natijaga erishishni xohlashadi. Chunki ularning sabrlari masalan borgan sari odamlarda shu natijani texnologiya orqali tez olish natijasida sabri kamayib boryapti va ular muvaffaqiyatga erishishi ham masalan tezroq bo'lishini xohlashadi. Bu fikrlar ma'na fikrlarim emas, bu fikrlar psixologlarni, shu avlodlarni o'rganuvchi odamlarning fikrlari. Bu haqida internetda juda ko'p ma'lumotlar va izlanishlar bor, bularni o'qisangiz bo'ladi. Va shuni tushunishingiz kerakki, bitta guruhga masalan bitta bo'limda bitta xodimingiz masalan 40 yoshli odam bo'lsa, ikkinchi xodimingiz 20 yoshli odam bo'lsa, bularning orasida konflikt bo'lishi mumkin. Chunki 40 yoshli odamning ish to'g'risidagi fikri va o'ylashi boshqacha bo'ladi. 20 yoshli odamni o'ylashi boshqacha bo'ladi. 20 yoshli odam bir 3 oyda boshliq bo'lishni orzu qiladi, xohlaydi. 40 yoshli odam bu narsaga menda bu yerda kompaniyada 2-3 yil ketadi degan fikr bo'ladi masalan. Va ishga javobgarlikda ham bu narsa farq qiladi. Shuning uchun siz tushunishingiz kerak, ish olayotganda, xodimlar qo'yayotganda qayerda sizga qanaqa xodimlar kerak. Agar sizga juda bir mas'uliyatli yoki bo'lmasam bir ishda o'zini uzoq vaqt ishlashi kerak bo'ladigan pozitsiyalar bo'ladigan bo'lsa, masalan, u yerda e'tibor berishingiz kerak. Bu olayotgan odamingizda oilasi bormi? Ya'ni oilasi bor, uylangan yoki farzandli yoki bo'lmasam turmushga chiqqan odamlar bular javobgarligi yuqoriroq bo'ladi. Chunki bu odamlarning topayotgan puli oila boqish uchun ham ishlatiladi. Shuning uchun bu odamlar har 3 oyda yoki 5 oyda ish o'zgartirishni o'ylamaydi. Bu odamlar biror ishga kirsa stabillikni xohlaydi, o'sishini, oyligini xohlaydi. Yoshroq avlodlar bo'lsa, bular tez, energiyasi ko'p. Shu bilan birga qanaqadir ma'noda nostabil bir avlod va ular tez ishni o'zgartirishi, tez biror narsadan zerikib qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerda ham shu insonlarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holatda pozitsiyaga kim olasiz? Demak, farzandi bor odamni olasizmi? Yoki bo'lmasa masalan moliyaviy ishlar bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, siz shu pulli ishlarni boshqaruvchi sifatida iloji boricha masalan men o'zim qarayotganimda bu odamning oilasi bormi? Chunki oilasi bo'lsa, bu odam masalan javobgarligi yuqoriroq bo'ladi. Farzandlari bo'lsa, yana javobgarligi yuqori bo'ladi. Va bu narsada masalan pulli narsada ertaga tez men boshqa odam almashtirmayman. Bu qarayotganda, ishga qarayotganda jiddiyroq qaraydi. Ya'ni uzoq muddatga qaraydi, masalan 2-3 yil kamida ishlashni o'ylab qaraydi degan fikrda masalan men javobgarlik joylariga, shu javobgarligi hayotda ham ko'proq odamlarni
qo'yishga harakat qilaman. Endi shunaqangi bir yana tushuncha bor. Ishga olishingiz sizni qiyin bo'lishi kerak, ishdan bo'shatishingiz esa tez bo'lishi kerak. Nimaga? Ishga olish bu juda mas'uliyatli vazifa. Ishga olayotganingizda siz hamma savollarni berib, xuddi turmush qurayotganda jiddiy qarashingiz kerak. Endi bir xil turmush qurayotganda ham jiddiy qaramaydi, lekin men aytardim, bu yerda ishga olish bu juda mas'uliyatli narsa ikki tomondan. Birinchi tomondan bu HR brendingizga ta'sir qiladi agar noto'g'ri odam olib tez bo'shatib yuborsangiz. Ikkinchidan kollektivga ta'sir qiladi, chunki bo'ladi ayrimlarda shuncha odam kelib ketdi, shu joyga hozir yana bittasini olishadi, yana bo'shatib yuborishadi deydi. Shunaqangi bir bizga odamlar kelib bo'shab ketyapti, bu yerda ko'p qolmayapti degan fikr ham paydo bo'ladi va bu korporativ madaniyatingizni buzadi. Va ishga olishda masalan xato qilsangiz, mehnat kodeksida shunaqangi narsa bor. Siz ishga oldingiz va test periodidan o'tdi. Test periodi sizda 3 oygacha bo'lishi mumkin. 3 oydan ko'p qila olmaysiz. Va ishga oldingiz, noto'g'ri olganingiz uchun shu odamni bo'shatib yuborsangiz 1 oydan keyin, 2 oydan keyin, 1-2 oyda odamlar hali natija bermaydi sizga. Va bu odamni siz o'rgatasiz. Ishga olganingizda yangi u xatolar qiladi. U xatolarni xarajatlarini o'zingizga olasiz. Va bo'shatib yuborish natijasida siz yana yangi odam qidirasiz va yangi prosesni boshlaysiz. Shuning uchunki har bitta ishchini olishi sizda narxi bor. Bu narxini hisoblaysizmi yo'qmi bilmadim. Shuning uchun agar lekin u 3 oydan o'tib ketgan bo'lsa, ishdan bo'shatganingizda o'sha vaqt bilan tugamaydi. Bu yana qo'shimcha xodimga 1 oyga yana oylik to'layverasiz. Nimaga? Chunki u boshqa ish topguncha sizdan yana maosh oladi. Ishlasa, ishlamasa yana qo'shimcha maosh to'laysiz. Shuning uchun siz agar kimnidir ishga olmoqchi bo'lsangiz, uni ishga olish protsessini juda o'ylab, javobgarlik bilan qiling. Endi bo'shatayotganda nimaga tez bo'shatish kerak? Ko'pchilik masalan biladi, mashina to'g'ri kelmadi, mana shu xodim yana ishlab tursin, hozir bo'shatmay, o'rniga kimni olaman, yana qiynalib qidirishim kerak. Ya'ni o'zini qiynamaslik uchun ko'p shanslar berishga harakat qiladi. Xato qilsa, boshqa qilma, kelishdi deydi. Yana odam bitta xato qildi yoki bo'lmasam bitta ko'nglingiz sovisa, bilingki, u xuddi dars ketgandek narsa. Keyin siz unga yana iliqlik qila olmaysiz yoki bo'lmasam bir marta qoidangizni buzdimi, u yana qoidangizni buzishi mumkin. Shuning uchun agar o'sha xodim sizga to'g'ri kelmayotganligini bilsangiz, buni cho'zib o'tirmang. Bilganingizda shunga ishonchingiz komil bo'lsa, bu xodimni bo'shatishingiz kerak yoki bo'lmasam bu xodim bilan xayrlashishingiz kerak. Chunki qanchalik cho'zsangiz, shunchalik bu xuddi kasallikka o'xshaydi, keyinchalik bir yara katta bo'lib ketishi mumkin.